que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Tanlaraylarchi? 15:17 boshlanyapti. Yarim soatda. Xullas, yarim soatda emas. Bitta keyingi podkastlarda ham syomka qilsanglar, bitta mana shunaqa ko'rsatmalar olsanglar, kanaldan aniqlab olasizlar. Hammasini ovozini qo'yib olish oson bo'ladi. Bo'ldi. Boshlashdan oldin. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Telefon turibdi. Qo'yib Ko'rmaydi. Hojat qildi-ya biri. Zapis bor. Biladigan umiddaman. Men bu kameraga qarab gapiraveraman hozircha. Biz ikkalamiz ana 15 minut bu tomonga qarab gapiramiz. Mana bunga qarang. Sizlar bu tomonga qarab gapirasizlar. Sen bu tomonga qarab gapirsang bo'ladi, faqat siz burilyotmang. Bu tomondan ishlab ketavering. Boshladik. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi Unigap podkastimizni navbatdagi soni va bugun mehmonimiz axborot media tizimi xodimlari Nafasib O'rolbek aka Hamda Erkinjon Fozilbek aka va sizlar bilan Soliqlar va budjet hisobi fakulteti Isoqulov Quvonchbek. hamda buxgalteriya hisob fakulteti Ibodilloyeva Bahora. Tanishganimizdan xursandmiz. Podkastimizni hozir rasmiy ochib olamiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Ushbu podkastga taklif qilganinglar uchun. Men xursand bo'lgan tarafim shu birinchi kurs bo'lishinglarga qaramasdan, shunaqa baribir byudjet taraflama ham, boshqa taraflama ham o'zinglar yoningizda shunaqa loyiha o'ylabsizlar, masalan, nasib bo'lsa shunaqa niyat qildim. Eng mana pikka chiqib ketinglar, 1 million podpis yig'inglar eng kamida. Bu loyiha barakali loyiha bo'lsin. Kelajakda shu nima gap podkastiga o'xshab bellashadigan, raqobatdosh bo'ladigan podkast bo'lsin. Hop, o'zinglarni bir tanishtirib o'tsanglar. Bo'pti, rasmiy tanishtirmaymiz. Xullas, shu Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini birinchi bosqich magistraturasiman. Korporativ moliya qimmatli qog'ozlar yo'nalishida o'qiyman. Oldin bakalavrda ham xuddi shu universitetda o'qiganman. Birinchi kursdan 3-kursgacha Sobiq moliya institutida o'qiganman. Hozirda shu Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti axborot xizmati jamoasi bilan hamkorlikda o'sha jamoada ishlayman. Men shu Nafasib O'rolbek, Bank fakulteti 4-bosqich talabasiman. Shu Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti matbuotida kontent menejer bo'lib ishlayman. Qisqaroq. Yaqindan tanishib oldik. Xush kelibsizlar. Endi gaplashamiz. Xo'p, birinchi o'rinda universitetga birinchi kelgan paytdagi davrlaringiz haqida gapirsak, ya'ni birinchi kursligingiz, universitet hayoti. Xullas, men shu xususiy universitetda o'qiganman 1 yil, shu sirtqida. Men qanaqa bo'lgan? Men tavakkal bo'lib qolgan. Masalan, o'qishga kelmaganimdan keyin shu odamlar yo'l izlaydi. Men shu yo'l izlagan emas, sirtqi nodavlat xususiy oliy ta'limga kirganman. Keyin u yerdan yozda yana o'qish topshirganman. Sobiq shu Toshkent moliya institutida bank fakultetiga o'qish qabul qilinganman. Kelganimda shu biroy mo'mandin birinchi kurslarda har tadbirlarda olib boradi. Tadbirlarda olib borgan shu rasm tushirganman. Men unaqa tashkil ishlarga juda qiziqqanman. Shu tashkil ishlarda keyin shu tuturlarimizni bilib qolib, shu bank fakultetida osh musobaqasi bo'lgan. Shu osh musobaqasini shu reels olib, endi u paytlar reels yo'q edi. Shu reels formatda olib, shu universitet kanaliga chiqargan. Keyin universitet kanalidan, universitetdan shu Dilshod aka bor edi. Shu Dilshod akaning taklif bo'lgan. Keyin shu qo'shilib ishlab mana 3 yildan beri meni ko'plar shu oldindan birinchi kursligimda ishlaganim sababi ko'plar meni bitirib ketgan yoki magistrda o'ylaydi. Afsuski men 4-kurs talabasiman. Fozilbek aka Qaysi tarafini gapirib beray?
bu universitetga birinchi kelganda bo'lgan hissiyotlarmi или bu sohaga kirib kelish? Universitetga birinchi kirganingizda, birinchi kursligingizdagi Kursligimni esga oladigan bo'lsak, hop 2021-yilda o'sha oldindan orzu qilardim. Abituriyentligimda ham shu Moliya instituti bo'lardi. Avvalgi nomi. O'sha Moliya institutiga topshiraman, o'sha yerda o'qiyman degan niyat bilan harakat qilardim. Topshirib, o'sha hamma 5 ta yo'nalish bo'lsa, hammasini Toshkentga topshirganman, boshqa viloyatga topshirmaganman. Maqsad Toshkentda o'qish bo'lgan. Keyin o'sha topshirgandan keyin birinchi yilda o'zida omad kelib, endi tayyorlanganmiz ham. Toshkent Moliya institutiga qabul qilinganman, kontraktga kirganman. Lekin xursand bo'lganman kirganim uchun. Shu o'zim orzu qilgan universitetda o'qiganim uchun. Birinchi marta kelganimda menga juda ham yoqqan universitet. U yerda atmosfera, hamma formada, как положено, darslar ham yuqori darajada o'tilganligi menga yoqqan. Ochiqni aytganda, o'zim orzu qilgan oliy ta'lim muassasasiga keldim deb o'ylaganman. Keyinchalik mana qo'shilganimizdan keyin ham bu narsa davom etdi. Hamma narsa o'sha o'z o'rnida, birgalikda, hamjihatlikda davom etyapti. Shu bilan birgalikda o'sha Moliya instituti paytidan beri shu media sohasiga men ham xuddi shunaqa boya do'stimiz aytgandek video rolik tayyorlab, uni ijtimoiy tarmog'imga qo'ygandan keyin atmetga qilganman. Shuni orqasidan ko'rishgan, taklif qilishgan, shunaqa keling birga ishlaymiz, birga o'rganib, rivojlanib, nima qilamiz deyishganda, ha bo'ldi deganman. Shu bilan o'sha borib, o'rganib, shu sohaga kirib ketganmiz, qiziq. Tushunarli. Eshitishim bo'yicha, O'rol aka, siz maktab vaqtlarida ham to'ylada syomka qilib, oldindan qiziqishingiz bo'lgan bu media sohasida. Shu haqida ham bir aytib o'tsangiz. Men где-то shu 2 yilda o'zim kamera ham sotib olganman. Shu o'zim Zamindur Media ko'plar so'raydi, studiyang bormi deb. Shu Zamindur Media studiyasi shu ustozimiz bo'lgan Rauf aka, shu ustozim bilan birgalikda ochganmiz o'zimiz tumanda. Ishlaganman. Keyin shu o'qish sababli 1 yil pauza bo'lgan. Keyin bo'ldi, bu sohaga qaytmasam kerak deb, chunki uydagilar ham keyin meni shu qo'llab-quvvatlaydigan tog'am ham bor, mana shu Toshkentda yashaydi. Shu tog'am bu o'qishtiqi deb, endi men hozir ham bo'ladi-yu. O'qishtiqi bu kasb bo'lmaydi degan narsalar bo'lganda, keyin o'qishga kirganimdan keyin yana bu sohaga kirib ketganman. Tushunarli. Bu qiziqish oldindan bo'lgan, yoshligingizdan bo'lib kelgan. To'y operatorsi, faqat operatorskiy bo'lardim, montaj narsalarni keyin bu yerga kelib o'rganganman. Ozodbek aka, sizda qiziqish universitetga kelganingizdan keyin sekin-sekin boshlangan, lekin oldin umuman kirmagansiz bu sohaga. Media bo'yicha ish yuritmagansiz. Yo'q, oldin umuman bu sohaga yaqin ham bo'lmaganman. Shu telefonda o'zim uchun Instagramda endi blogerlar o'sha paytda karantindan yangi chiqqan paytimizda 2021-2020-yillarda rosa shu blogerlik sohasiga hamma yoshlar qiziqib ketib, hamma bloger bo'lib, Instagram ochib bunaqa qilganda men ham qiziqqanman. Shuni kontent qilishni yaxshi ko'rardim, telefonimdan foydalanardim. Lekin hali bu professional media sohasiga umuman kirib kelmaganman. Kamera ishlatish yoki professional montaj qilishni bilmasdim u paytda. Keyin shu o'zimni qiziqishim bilan shu videorolik oldim telefonimga. Shu keyin shu professional darajada kirishga sababchi bo'lgan shu narsa orqali. Oldin lekin bu sohaga umuman yiroq bo'lganman. Talabalik va mediachilikni qanday qilib bir vaqtda olib borasiz? Bu sizning vaqtingizga to'g'ri keladimi? Vaqt topa olasizmi? Yoki har ikkalasidan birini tanlaysizmi? Endi men shu narsa haqida ham to'xtab ketsam, ko'plar so'raydi, dars kirasizlarmi? O'zi unaqa ko'p savol beriladi. Shaxsan o'zim ham arzirli sabab bo'lmasa, dars qoldirmayman. Masalan, qanaqa katta tadbir to'g'ri kelib qolsa, qoldirishim mumkin. Chunki o'zimiz jamoamiz kattaroq, kontingentda masalan kimni kuchi yetmay qolsa, bir xil vaqtda shunaqa vaqt bo'lib qoladi. Bir vaqtda o'zida 3 ta tadbir ham bo'lib qoladi. Unga hammasiga borish kerak. Shunda qoldiraman dars, lekin qoldirmayman. Oddiy o'zimni misol qilmayman, Javohirni misol qilib aytaman. Javohir ham saytga narsa qo'yardi, ham operator, ham montaj, ham grafik dizayner, ham shuni o'rtasida ayilsam olgan 6,5. Darsga kiradilarmi? Darsga kiradi, albatta. U ham shu Abdulqahhor stipendiyasi sohibi. Demoqchi bo'lganim, o'zinglar ham ko'plarni ko'rasizlar. Hammasidan iloji bor. Hammasidan iloji bor, faqat shu ozgina charchashingiz mumkin.
ozgina bir nima nima talab qiladi? Sal Sabr, toqat talab qiladi-da. U keyin meni masalan Ozodda qanaqa bilmadim. Menda o'zim qiziqishim balandligidan hammasiga o'zim o'rib ketaverman. Masalan, hozir SMI o'qiyapman, AIni o'rganyapman. Keyin shu qo'shimcha kurslar qilyapman. Ish, o'qish, keyin o'zimning shaxsiy tashvishlar, hammasi. Qiyin, lekin amallasa bo'ladi. U mazali qanaqadir, shirin. O'zingiz qiziqqaningiz uchun umuman charchamaysiz bu ishdan. Umuman. Ozodbek aka? Xo'p, do'stim aytganidek hamma narsa shu gaplar to'g'ri. Biz jamoada shunaqa narsa shakllanganki, o'sha bir-birimizni poddержка qilamiz doim. O'sha misol bizni darsimiz bo'lib qolgan paytda sheriklarimiz chiqib beradi o'rnimizga yokida shu teskarisi biz chiqib berishimiz mumkin ularni darsi bo'lganda. Bu jarayonga shu jamoaviy kelishganmiz, shunaqangi bir-birimizni poddержка qilamiz deb. Darslarni iloji boricha qoldirmaslikka harakat qilaman. Endi magistraturada yana ham darslar kamaydi. 3 kun o'qiyman. Shuni hisobiga unchalik katta qiyinchilik bo'lgani yo'q dars masalasiga kelganda. Shu dars payti darsga boraman, qolgan payt shu ishda. Yana qo'shimcha qilib, Navha Javohir bu ham esdan chiqib qolibdi. Ozodni o'zi ham shu o'qish mobaynida ish bilan, o'qish bilan hammasini qilib, bu ham ayilib soldi. Necha? Tabriklaymiz. 5,5. Menga yetgandi. Shu o'zim xohlagan ball bo'lgan. Magistraturaga kirish uchun IELTS kerak edi. O'shani oldim. Misol 7,5 olib qo'yib, просто tak qo'yib qo'ygandan ko'ra 5,5 oldim. Menga yetdi. O'sha kirdim. Shu. Oldin ham ingliz tilidan xabaringiz bo'lgan? Abituriyentlikda o'qiganmiz. Faqat unda grammatika o'qiganman. IELTS topshirishga ulgurmagandim. Keyin qancha vaqt tayyorlanib 5,5 olib unga o'tadigan qildingiz? Taxminan. Xullas orada juda ko'p uzilish bo'lgan. Bir yangi yilda to'xtatib qo'ydim. Shu bir yil o'qigan bo'lsam, IELTSga kursga borgan bo'lsam, orada bir 2 oy pauza bo'lib, to'xtatib keyin oxiri yozga kelganda o'sha hujjat topshirish kerak, ungacha IELTS olishim kerak edi. 1 oy qattiq qilib ko'proq ishlarimni vaqt ajratib IELTSga tashladim, o'sha keyin oldim 5. O'zi 6 olish kerak edi, yarim ball yetmay qoldi bitta sectionda. Reading ham past chiqib qoldi, shuni hisobiga 6 bo'lmay qoldi. Bo'lmasa yarim ball bo'lganda 6 olardim. Tushunarli. No, xafa emasman, 5,5 ga ham xursandman. Abdurahmon, salom. Sizlarda mana birinchi kursligingizda xabarim yo'q deyapsiz. Umuman montaj qilib yurganman, faqat telefonda dedingiz. Keyin birinchi kursga qabul qilinganingizdan keyin qiziqish bo'lgan, kirgansiz. O'sha paytda o'rganayotgan paytingizda kompyuterda montaj qilishlarni nima edi? Premium Pro'da o'rganayotgan paytingiz, ichingizda bo'lganmi, charchab ketib, bo'ldi chiqaman bu sohadan? Bo'lgan. Xullas, bu Premiere Pro umuman kompyuterda montaj qilishni bilmasdim men. Keyin shu kelib media jamoa bilan tanishgandan keyin shu ustozimiz G'ulom Nazarov shunaqa dastur bor, professional video montajga kompyuterda qilinadi. Shuni o'rgansang, kelajakda ham yaxshi anaqa qila olasan, montajlaring ham yaxshi chiqadi. Xullas, yaxshi dastur degan. Keyin menga Mirshoq Ismatov degan video montajyor, professional video montajyor anaqa YouTube kanalidan video darsliklarini bergan. Mana shularni ko'rib o'rgansang, so'rama, bilmagan narsa yoki tushunmaganingni so'rasang, biz ham o'rgatamiz. Lekin mana shu darslikda batafsil tushuntirilgan, shuni ko'rib o'rgansang bo'ladi deyishgan. Keyin men o'shani ko'rib chiqqanman. U yerda dars juda ko'p. Adashmasam, birinchi qismini o'zida 22 ta dars. Endi har xil 10 minutlik ham bor, 20 minutlik ham bor har bitta darsda. Undan tashqari ikkinchi qismi ham bor. Unda ham 20 tadan 18 tacha video. Ikkita bosqichdagi video edi. Shularni ko'rib chiqasiz. Misol, videoni ko'rib chiqish bor, videoni ko'rganingizda har bitta o'rgangan narsangizni bu yoqda o'sha o'zingiz jonli ravishda Premiere'da o'zida ochib turib ko'rib, birgalikda bajarib ketsangiz ham vaqt yana ham ko'payadi-da. O'sha bitta videoni o'ziga misol ko'rib chiqaman desangiz, bir kunda ko'rib tugatasiz. Lekin o'rganish bo'lmaydi unda. O'sha ko'rgan narsangizni srazi bu yoqda amaliyotda ham montaj qilib, o'sha kesishni o'rgatyaptimi yo ulashni o'rgatyaptimi yo effekt qo'yishni o'rgatyaptimi, o'shanisini baravar bajarib ketsangiz, yana ham o'rganish esingizda qoladigan nimasi ko'proq bo'ladi. Shunaqa qilib o'rganganmiz. Boshida sabrim yetmagan, to'g'risi, shu videoni prosta ko'rib tugatib qo'yganman. Bo'ldi, men tugatib bo'ldim deganimda, qani montaj qilgan desa, o'sha esingizdan chiqib ketib bo'ladi.
Shuning uchun shu sekin ko'rib ham amaliyotda bajarib o'rganganmiz. Dальше. Amalda ko'rmaganingizdan keyin uncha esda qolmaydi. Shu hisobiga Ko'p narsangiz amaliyotda ham keyinchalik sekin yana ham o'rganib mustahkamlanib boradi. Amaliyotda baribir gap katta. Xo'p, eng muvaffaqiyatli chiqargan kontentingiz qaysi? Va nima uchun aynan shu kontentingizni eng muvaffaqiyatli hisoblaysiz? Javob berasizmi? Ikkalangizga ham bu savol tegishli. ish faoliyati bo'yicha. Xullas, menda eng nimasi muvaffaqiyatli chiqargan kontentim demayman-ku, loyiham bo'lgan. Xuddi shunaqa podkast, Students Cafe loyihasi hozir YouTube'da bor kanalim. O'shanda boshlaganman. Birinchi kursda oxirlarida boshlagandim bu loyihani. Birinchi soniga o'zimni kursdoshim olib chiqqanman. Endi sraz birinchi sonda o'zida mehmon taklif qilishga imkoniyatim bo'lmagan. Ikkinchi sonida o'zim xohlagan, u paytda qiziqardim rostdan ijodiga. Timur Alixanov bloger chaqirib suhbat qilganman. O'shanda juda ham xursand bo'lgandim. O'sha paytda ko'rib havas qilib yurgan odamni, qaysidir ma'noda muvaffaqiyatga erishgan odamni chaqirib, birgalikda suhbat qilib, shuni YouTube'ga qo'yib, o'sha kanalimda nima qilganimni xursandman. Undan keyin ham ko'plab mashhur insonlar bilan ham birgalikda shu podkast qildik. Misol bilsalaring, Texnoplov bor, Sadulla Abdullayev. O'sha ofisiga borib, u yoqda podkast qilib, birgalikda suhbat qilganman. Keyinchalik o'zimiz ustozlarimiz Kamila Daniyarov bilan shu kabi nima qilganman. Endi hozir sal kanalimni nimasi o'zgardi. Shu bu yil yozda Rossiyaga borganimda, Samur universitet loyihasi bo'yicha borganimda, o'shani 15 kunlik nimamizni maktab loyihasini men vlog sifatida, ko'rsatuv sifatida nima tayyorlab keldim. Shu meni bir yutug'im bo'ldi deb o'ylayman, kanal qilganim. O'zimga ham portfolio bo'ldi. Bu videolaringiz hozir ham YouTube'ga qo'yiladi. YouTube'da bor. Mana shu yerda chiqarib qo'yamiz, agar kirib ko'rishlaring mumkin. Xo'p, sizda-chi? Menda unaqa yutuqlar ko'p. O'zim shunaqa katta universitetda ishlab yurganim bir katta yutuq. Ko'p, masalan, ko'p videolarimning katta prosmotr bo'lgan. Eng esda qolarlisi shu hozir Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori o'sha Teshaboyev To'lqin Zakировich bilan qilgan trendimiz bo'lgan. Butun shu videosini qo'yaverasizlar montajda. Chiqaramiz. Live life of a thug nigga till the day I die. Live life of a boss player who's even getting high. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player who's even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down. Butun O'zbekistondagi butun почти 80% katta kanalda aylangan. Butun respublika bo'ylab ijobiy nimaga bir fikrlarga sabab bo'lgan shu. Meni o'zi ko'p, masalan, kameradan 10 millionlik prosmotr videomiz bilan Yulduz bilan ikkalasi kollaboratsiya qilib qo'ygan. Asosan shular. Qo'shimcha qilib ketardim. Ana shu To'lqin Zakировich bilan qilgan o'sha trendimiz olingan videosi juda ham ijobiy ta'sir qilgan. U paytda o'sha trendlar endi chiqib turgan edi. Undan keyin o'sha hozir salbiy ma'noda ko'p trendlar chiqib ketgan. Lekin o'shanda biz qilganimizda juda ham ijobiy ma'noda tarqalgan. Shu universitet rektori talabalar bilan birgalikda hamjihat, hamnafas ular bilan birgalikda ishlaydi degan ma'noda ketgan. Bu narsa butun respublikaga tarqagandan keyin shu boshqa universitet rektorlari ham yana ham shu talabalar bilan birgalikda yaqinroq bo'lishga harakat qilgan. Boshida sal o'zimizda ham anaqa bo'lgan, qo'rqish deydimi yoki hayiqish deydimi, o'sha noto'g'ri rezonans berib yuboradimi deb o'ylaganmiz. Keyin yaxshi ijobiy taraflama katta nima qilgan. Xo'p, mana shu montaj qilayotganingizda, biror bir tadbirni olib chiqayotganingizda sizlarda eng qiyin bo'lgan narsa qaysi aynan? Misol uchun, qaysidir joyida qiynalisizlar? Muzika tanlash bo'ladimi, effekt bo'ladimi? Eng qiyin tarafi bu aytdilar, shu tashlab ketish o'ylaganmisizlar deb. Eng masalan tadbirda emas, katta tadbirda olaylik. Masalan, talabalar kuni katta tadbir bo'lsa, shu tadbirda ham ishlaysiz, ham charchaysiz. Yana keyin buni montaj qilishingiz kerak. Keyin eng nozik narsa musiqa. Musiqa topish, keyin uni ideya qilish, masalan, montajda. Endi universitetda kontentni bir
yurakdan bajarish kerak. Eng narsasi shu charchab kelganingizdan keyin shu kontent chiqarish kerak. Yo, o'zi shu kuni chiqarish shart emas, lekin menda shunaqa xarakter bor. Men shu kunni o'ziga qilmasam, o'zimda mazza qilmayman. Shuning uchun shu kunni o'ziga qilaman. Keyin eng shu meni nima deydi, yomon tomoni muzika topish. Sal qiyinroq. Qiyin emas, lekin izlanish kerak. Kiraman, reels ko'raman, masalan, reels ko'rib qaysidir muzikani olaman. Keyin muzikalarni bir-biriga ulab, bir-birini hammasini birlashtiraman. Shu ideyalarni ham YouTube'dan yoki Reels ko'rib olasiz. Keyin shu tadbirda o'zidan kelib chiqib ideya qilamiz. Qanaqaligi bor. Demak, sizda bugungi ishni ertaga qoldirma degan she'r ostida. Shunaqa narsa bor juda. Kechasi 3 mi, 2 mi, shu kuni o'zim qilaman. Men guvohman. Ko'pincha birgalikda montaj jarayonida birga bo'lamiz. Haqiqatan ham xuddi shunaqa montaj jarayonini o'sha kunda o'zida chiqarib berishga, tugatib berishga harakat qilamiz doimgidek. Men gapiradigan bo'lsam, agar bitta ikkita alam qiladigan taraflari bor menda. Misol, tadbir bo'ldi deylik, kattaroq tadbir, talabalar bilan bog'liq, misol, milliy libosmi, talabalar kunimi. Xullas, endi u yerdagi emotsiyani yetkazib berish uchun biz u yerda tasvirga olamiz va misol hamma talabalar o'ynab, o'yin kulgu qilib turgan bo'lishi mumkin-da. Biz bu yerda misol olib turgan joyimizni tashlab turib, biz ham qo'shilib o'yna olmaymiz. Lekin o'ynagimiz keladi ichimizda. Biz shuni xohlaymiz, o'ynagimiz keladi. O'sha bo'lib turgan zo'r emotsiyani yetkazib berishimiz kerak. Biz sabr qilib, shuni videoga yoki rasmga olib, shu yerda turamiz, o'zimiz pozitsiyamizni saqlab. Tadbir tugagungacha o'zi tadbirdagilar, ishtirokchilar hammasi ishtirok etadi, ularni olib syomka jarayonlari bo'ladi. O'sha fizически ham charchaymiz. O'sha tadbir tugagandan biz ishimiz boshlanadi endi. Endi haqiqiy ish boshlanadi. U yog'i montaj qilish kerak. Shu tarafi alam qiladi. Chunki hamma tadbir tugagandan keyin xursand, kayfiyat zo'r uyga ketadi. Biz o'sha tadbirda montajga o'tirib ishimizni yangitdan boshlaymiz. Va bu eng og'ir. Shu taraflari anaqa odamni sal anaqa qiladi, nima deydi? Ishimizda minus tomonlari masalan. Qiyinchilik tarafi desak bo'ladi. Shu tarafiga chidasangiz. Endi bu narsa qanaqa o'z-o'zidan bo'lib qolmagan. Endi bu maqol qanaqa to'g'ri keladi bilmadim. Qush inida ko'rganini qiladi deydi. Bizlar boshlig'imiz shunaqa, G'ulom aka Nazarov ko'plar tanimaydi, chunki taniysizlarmi? Yo'q, tanimayman. Bizani mana shu matbuot kotibimiz G'ulom aka Nazarov ustozimiz haqiqiy bizlarni shunaqa darajaga olib chiqqan inson. Sababi nimaga? Chunki masalan boshqa boshlig'ga o'xshab xodimlar ish berib ketaversa bo'ladi. Yo'q, bizdan kech ketsa ketadi, lekin bizdan oldin ketmaydi. Masalan, qanaqa ish bo'lsa, shu ustozimizdan o'rganganmiz ko'p narsani. Nimaga masalan boshqa universitetlar bilan, mediachilar bilan katta vazirlik tadbirlarda birga bo'lib qolamiz. Ular ham har xil vazifa bajarishi mumkin. Boshqa universitetlarda masalan men faqat rasm olsam, bo'ldi, videoga aralashmayman-da. Bizda unaqa emas. Bizda hammamiz universalmiz. Bizda Pelis tomonidan shunaqa. Masalan, Ozod ham rasm ham oladi, ham video ham oladi, ham montaj ham reels ham oladi, ham kerak bo'lsa grafik dizaynini ham qiladi. Bizlar boshlig'imiz shunaqa. Boshlig'imiz ham video ham oladi, ham rasm ham olinadi, ham universitet saytiga kontent ham joylanadi. Kerak bo'lsa o'zi ham rasm olib ketadi-da. Shuning uchun biz shu ustozimizdan shu narsalarni ko'rib, biz ham xuddi shunaqa bo'lganmiz. Bizlar yutug'imiz shunaqa. Keyin shu 2023-yilmi shu O'zbekiston Respublikasi bo'yicha oliy ta'lim ichida 23da. 23 oliy ta'lim ichida shu bizning matbuotimiz birinchi o'rinni olgan. Undan keyin juda o'sish bo'lgan. Keyin bor e'tibor shu narsaga qaratilgan birinchi o'rindan keyin. Bu ham o'z-o'zidan bo'lib qolganmi? Bo'lib qolmagan. Shu ustozimiz shunaqa bo'lgani uchun, bizga ham shunaqa tarbiya bergani uchun shunaqa bo'lgan. Xo'p, kelaylik media mavzusidan chetlashsak, agar mediachi bo'lmaganingizda aynan qaysi kasb egasi bo'lgan bo'lar edingiz yoki kelajakdagi kasbingiz mediachimi yoki boshqa kasb egasimi? O'zgartirish niyatingiz bormi yoki? Menda Juda qiynaydigan savol bu. Yo'q, menda javob bor. Menda ko'plar so'raydi, o'qishni bitirsang shu mediada qolasanmi, bankda ishlaysanmi deydi. Men agar mediachi bo'lmaganimda, men aniq harbiy bo'lardim. Yo ichki ishlar xodimi yoki harbiy.
Sababi shu 2021 yil 1 yillik harbiy xizmatda o'tab kelganman. Keyin u yerda ishlamaganman. Sababi endi oylik jihatdan sal pastroq edi oyligi. 2022 yil ichki ishlarga hujjat topshirganman MVDga. Vizosi psixologik testda o'tganman. Keyin moliyaga kirib qolganim uchun bitta etap qolgan faqat, suhbat qolgan edi. Xudo bersa qo'sh qo'llab beradi. Menga shu 2022 yil qo'sh qo'llab bergan. Ham moliyaga kirib qolganman, ham ichki ishlarga o'z ishim hal bo'lib turgan. Keyin men ichki ishlar sohasida endi ish sal qiyinroq. Men o'qish tanlaganman. Shu o'qish tanlaganman. Agar anavi bo'lmaganimda, aniq hozir pipes bo'lib yurardim. Xo'p, kelajakda qaysi kasb egasiz? Kasbim hozircha shu media sohasida ishlayman. Ishlash niyatim bor bankda yoki qanaqadir joyda. Sababi hech kimga yolg'on emas. Bu sohada pul topishingiz oson ham yaxshi. Unaqa ko'p kuch talab etmaydi. Shu sababli hozir rejamda yo'q. Masalan, boshqa joyga ketish yoki nimadir qilish. Mediaga bo'lgan talab ham hozirda kuchayib bormoqda baribir. Shu yaqin hozir shu yaqin 5 yillikda ham baribir hamma masalan kimni qarasangiz hozir mobilogраф bo'lib ketgan. Kimni qarasangiz. Bu talab ko'pligidan-da. Shunaqa. Xo'p. Tushunarli. Menga keladigan bo'lsak agar Uydagilarni ko'rmasin-da. yo'q, farqi yo'q. Birinchi sinfligimda o'zi kelajakda kim bo'lasan deganda pianinochi bo'laman degandim. Nima? Bilmayman. Pianinochi. Keyin chalish bilasizmi? Yo'q, chalishni bilmayman. Bunga sabab bo'lgan, uydagilar deydi, bizda oilada sal san'atga nima yaxshiroq bo'lganda, havaskorlik bo'lgan. Ham opam musiqa maktabida, akam ham musiqa maktabida o'qigan. O'sha maktab paytida opam dutor chalishni bilardi, akam doira chalishni bilardi. Ular yoshligida borgan. O'shandan ko'rardim, keyin menga ham sal musiqa sohasiga qiziqish bo'lganida, o'shaning uchun birinchi sinfligimda so'raydi-ku, kelajakda kim bo'lasan yozib ber deydi. O'shanda pianinochi deb yozib o'rganman. Nimani o'ylab aytganman bilmayman lekin. O'sha maktabga kirib, maktabda o'qishni boshlab, abituriyentlik paytiga yetib kelganimdan keyin o'sha ikkita variant bo'lgan, yo doktorlik yoki iqtisodiyotni tanlash kerak edi. Doktorlikka sabab ham shifokor bo'lganliklar sababli u sohaga ham qiziqardim. Даже ukol qilishlarni ham o'rgatishgan edi menga. Bank sohasiga qiziqish, shu iqtisodiyotga qiziqish, men tog'am bankda ishlashardi. Ular natijasini ko'rib, bank sohasi shu iqtisodiyotga ham qiziqardi. Keyin oxiri abituriyentlikka boshlanib o'tganimdan keyin iqtisod sohasini tanladim. Matematika, ingliz tili o'qib, shu iqtisodiyot sohasiga kirib ketdim. Moliya institutiga tanlab. Dalshi moliya institutiga kirgan paytlarimda niyatim bankda ishlash edi. Bitirgandan keyin bilmasdim media sohasiga kirib ketishimni. Endi misol hammada taqdir qanaqa bo'lsa, qanday yozilgan bo'lsa, o'shanday ketadi. Biz bilmaymiz ertadan keyin nima bo'lishini. Xo'p, endi anonim savollarga o'tsak, aynan Unigap loyihasida shunaqa bir an'ana bor, ya'ni sizning muxlislaringiz sizlarga anonim savollar yuborishgan. Faqat muxlislarmi, dushmanlar emas? Bilmadim. Xo'p. Bu savol har ikkalangizga tegishli. Hayotingizni kitob qilib yozsak, uni hammaga ovoz chiqarib o'qib bera olasizmi? Va uning nomini nima qo'ygan bo'lardingiz? Ko'playvergan savol. Endi hamma qismi bo'lishi kerakmi yo? Albatta hayotingiz. Menimcha o'qib bera olardim. Va ismini? Kitob nomlash. Endi uni o'ylash kerak. Misol endi 21 yil yashagan bo'lsam, kitob shuncha yashagan umrimga yoshlik davrim deb nom bergan bo'lardim. Endi boshqa nom hozir miyam kelmadi. Hali yoshmiz, qari ham emasmiz yoki nima deydi, yetuk nimaga yetganimiz ham yo'q. Yoshlik davridamiz, shuning uchun yoshlik davrini nomlagan bo'lardim. Demak, yoshlik davri. Xo'p. Endi hech kim
o'qib berolmayman demasa kerak. O'qib berolaman. siz o'qib bera olasiz. Men ham o'qib bera olaman. Prям hammasini. Berolmasa kerak deganingiz o'qib bera olmaysiz deb o'yladim. O'qib bera olaman. Endi hayotimizda shu kitobga yozsa, men nima? Endi haqiqatan nom kelmayapti. Endi hozir nimadir desa, baribir odamlar nima deydi. Kimdir hozir gapirsa yoqmaydi. Yozadi negativ. Bor. Negativ emas. Shu o'zimizga odam yozadi, masalan, Abdurahmon. Abdurahmon. Jigar salom. Bu anonim savolni bergan odamga gapingiz bormi? Kim taxmin qilingchi, kim shu savolni bergan? Qiz bola bergan deb o'ylayman. Ishtari qiz bola bergan. Demak, siz qiz bolasiz. Anonim hurmatli savol beruvchimiz. Yo'q, bilamiz. Shunchaki aytish mumkin emas. Lekin yaxshi savol beribdi. Haqiqatda o'ylantirib qo'yadigan bo'libdi. Kitobning nomini to'xtab qolma deb qo'yardim agar. To'xtab qolmadi. Xo'p, ikkinchisi shogirdlar haqida so'rang deb yuborishibdi. Shogirdlaringiz menimcha juda ham ko'p. Shu savolni Va ko'p ular tushdi. haqida aytsangiz. Ular haqida gapirib bering. Menda birinchi shogirdim universitetda Qurbonov Sobirjon. Hozir universitetimiz mediasida ishlayapti. Ikkinchisi hozir kimdir esini chiqib qolsa hozir. Shogird. Endi misol bizda bunaqacha o'zimizni ustoz sifatida ko'ra olmaymiz, lekin o'rgatishdan qochmaymiz. Shunaqada individual shu o'zimga yaqin olib tayyorlagan odamlarimiz Qurbonov Sobirjon, keyin Asror bor Baxtiyorov, keyin Shohjahon bor Jo'raqulov, u esdan chiqmasin. Esdan chiqishi sal qoldi. Jo'raqulov Shohjahon hozir endi logistikada, marketingda ishlayapti. Oylik daromadi $500-700. U sababi nima? Men ham uncha o'rgatib, masalan, haqiqiy yo'l ko'rsatganman. Unda shunaqa narsa bor, umuman to'xtab qolmaydi. Masalan, o'rganib ketaveradi, har tomonga o'zini o'rib ketaveradi. Hozir O'zbekistonda eng katta logistikani marketing qilgan agentsiyada shu SM menejer bo'lib ishlayapti. Oylik daromadi $500-700 o'rtacha. Keyin shu bu yildan Asr Baxtiyorov shogirdim deb u mazali bo'lagan. U ham xuddi shunaqa. Просто uni sal tomoni sal erinchoqroq. Masalan, aytgan ishni vaqtida qilmaydi, lekin qilib beradi. Lekin masalan, mana shu ishni qilishimiz kerak desa, davoy deb turadigan bolalar. Qurbonov Sobirjon ham xuddi shunaqa. O'z-o'zidan bu bizning mediamizga masalan ishlab qolgani yo'q. U ham xuddi shunaqa o'qitgan. Hozir relis ham olaradi, montaj ham qila oladi, operatorskiy ham qila oladi. Hammasi shu o'zini izlanuvchanligidan, masalan, shu yo'l ko'rsatganmiz. Xuddi G'ulom aka bizga nima o'rgatgan bo'lsa, unga ham xuddi shu narsani faqat biz ochiqchasiga tushuntirganmiz. Biz mediada kelgan paytimiz kimdir bunday qilsang bunday bo'ladi yoki universitet hayotida ham bunday qilsang bunday bo'ladi demaganda, o'zimiz ko'rib o'rganganmiz. Ular shular yordam bo'lsin deb ularga shuni ochiqchasiga aytganmiz. Ular tez o'zini topib olishiga asos bo'lgan. Masalan, ko'plar keladi sentyabrda. Keladi, bir hafta ishlaydi yoki 2 hafta ishlaydi. Qaydan daromad kelmaydi. Hozirgi endi hammada daromad asosiy narsa ketib qoladi. Lekin u bolalar unaqa qilmagan, chunki sabr qilib tursanglar, o'zim ham yaxshi operator, chunki xabarim bo'lgan, yaxshi bo'lgani bilan masalan 4 oy shunday yurganman. Birinchi haftada ishlab turib, kelmaganman, keyin Dilshod aka chaqirgan. Keyin kelganman, sabr qilish kerak edi, xullas. Boshqa temaga burilib ketdi, lekin shogirdlarimiz shular. Kimda? Sizlarning telefoningizda eng ko'p uxlagan odam videosi bor ekan. Voy. Shu odam haqida gapirib ketsangiz. Buni yashirish biladi-ku buni. Javohirni ko'p videosi bor edi. Edi. Hozir o'chirgansiz. Hozir turibdi, lekin topaman, topsam. Bor, arxivda bor hamma. Javohir. Eng yaqin o'rtog'ingizdan biri. Ham hamkasb, ham akalik qilgan, ko'p narsa o'rganganmiz ulardan ham. Xullas, yaxshi jamoamiz a'zosi bo'lgan, endi hozirda o'qish sababli Koreyada magistratura bosqichida o'qiyapti. Ozodbek aka, sizni Farg'onada onlayn to'yingizni ham qilishmoqchi bo'lishgan ekan. Yo'q, qilishmoqchi bo'lmagan. Qilganmiz. Onlayn to'y? Farg'onada onlayn to'yingiz bo'lgan ekan.
Instagram Men aytib beraman uni. Yo'q. Menga Mana telefon guvoh qo'ying, menga birga. telefon qo'ying. Telefon qo'ying menga. Nada rasman izlatmayman. Xullas u qanaqa bo'lgan? Shu Ozod akasining to'yiga borganmiz. Ozod akasining to'yini, endi men to'yga chiqaman. To'ylarni bemalol olamiz. Ozod akasining to'yiga jamoa borgan, bir moshin bo'lib borganmiz. Keyin istoriya qo'yganman. Mana shu rasm. Shu rasmni istoriya qo'yganman. Ozod baxtli bo'ldi. Keyin akasini syomka qilib bitta Instagram kirsam, hamma baxt tilagan, 22 kishim yozgan. Telefon bo'lyapti, nimaga Ozod to'yga aytmadi deb. Hammasi xullas hazilamiz bo'lgan, lekin u hamma rost o'ylagan. Biz nima qilganmiz? Faqatgina shu istoriyani qo'yganmiz, boshqa hech qanday istoriya qo'ymaganmiz. Hali akamni to'yligini ham bilmagan odamlar meni to'yimligini deb o'ylab, даже kursdoshlarimgacha telefon qilib, "Mana sendan kechamiz. To'ying bo'layotganda, to'ying bo'lgan paytda bilyapmiz, aytmading, nima ketyapding" degan. Даже ustozlarimizgacha komillab ham yozgan. "To'ying bo'ldimi, bilmadik-ku, aytmading" deb. Xullas shunaqa shov Instagramim yonib ketgan meniki ham. Keyin o'sha qolgan rasmlarni ham qo'yganimizda keyin odamlar tushunib akasiniki ekanini. Lekin ba'zi bir zand ekan, Twitterlar nima deydi? Uylanganmisan, uylanib to'lishib qolsanmi deb aytishadi-da haligacha. Shunaqa qiziqarli voqealar ham bo'lgan. Xo'p, bizning vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda va yuqorida takrorlab o'tganimdek, Unigap loyihasining o'zining an'analari va sizni hayron qoldirish bilan davom etadi. Bu sizlarga esdalik sovg'alarimiz bizning podkastimizdan. Buni kameralar oldida ochib, sovg'a nimaligini ko'rsatib ketishingiz kerak. Va siz ochguningizcha biz yana bir bora Finjan kafesiga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat. Ajoyib choylar va shirinliklar uchun katta rahmat. Finjan, respekt. Qanaqa Amerikancha ochaveraymi yo o'zbekcha ocha? O'rol aka, sizni mashinangiz bor ekan. Lekin dahshat ma'lumot to'plabda Ozod bemalol bizga kimdir chekmoqchi bo'lsa, mana shu yerda so'rasada aytib beradi hammasini. O'rol aka, sizning mashinangiz bor ekan, shuning uchun Quvonch tomonidan taklif keldi shu sovg'ani berishga va sizga kelajakda mashina olishingizni tilagan holda shu sovg'ani berishga qaror qildik. Menimcha rejangizda bor. Dekabrda bo'laman. Xudo xolasa. Wow, gapi sovg'a juda ham zo'r. Ochiq kutmagandik. Unigap loyihasiga kattakon rahmat sovg'a uchun. Yaxshilab olamiz, yaxshilab. Kelganingiz uchun katta rahmat. Va suhbatimiz so'ngida Unigap loyihamizga o'zinglarning tilakinglar. Tilaymiz. Meni ham sizlarga savolim bor. Endi asal vaqt o'zisi ham o'tibdi. Bu loyiha kimdan chiqdi? Boshida hamma qiziqdi, juda qiziqdi. Bu loyiha kimdan chiqdi? Ish qilib to'xtab qolish niyatinglar yo'qmi bu narsaga? Bu loyiha 24 ta, menimcha 24 ta klubimiz bor, 24 ta universitetimizda 24 ta. Xo'p, o'yladik, aynan nima yo'q? Chunki sport deysizmi, muzika deysizmi, hamma narsa bor. Va men o'zim ham podkastga juda ham qiziqardim. Quvonchga taklif berdim, Quvonch podkast qilaylik. Keyin o'yladik, yana ancha bir oymi vaqt ketdi bu narsaga. To'g'ri bo'ladimi yoki yo'qmi, qiziqishadimi yo'qmi? Keyin student kafeni ko'rdik. Biz o'yladik, sizlar boshlab qo'ygansizlar, sizlar o'sha davom etasizlar deb. Lekin keyinchalik mayli endi raqobat bo'lsa ham boshlab olamiz deb. Studiyalarni gaplashish hammasi Quvonchdan, ideyalar va tashkilotchilar. Shu o'rinda endi baribir qanchalik bo'lsa ham bizlar bilan bog'lagansizlar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bu taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Bu qaysi o'rinda odamni juda xursand qildi. Kattakon rahmat, sizlarga omad tilaymiz. Va bu sizning rasmingiz, bu esa sizni. Orqasiga taklifingizni yozib, orqasiga tilaklaringizni yozib yoki biror bir motivatsiya va rasmingiz ustiga imzongizni qo'ysangiz bizning va bizning Unigap
podkastini albomi bor o'zini. Bu bizning portfolio. Shunga Yaxshi, hammasi lekin Podgotovka juda ham Tayyorgarlik. mukammal bo'lgan. Rasmida Sevinch opalar kelgandi va Zebo opalar bor. Va bugun sizlarning rasmingiz bu portfolioga tushadi. Albomga qo'yamiz. Rahmat. Tashrifinglar uchun kattakon rahmat. rahmat. Boya men aytib qo'yamadim. Yeni gap loyihasiga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Taklif uchun. Loyiha juda ham zo'r tashkil etilgan. Даже mayda detallarigacha ahamiyat berib, mana mehmonlarga sovg'a, даже mana bunaqa rasmli portfolioni shakllantirishibdi. Xullas, sizlarga omad tilayman. Kelgusida shu ishlaringga rivoj tilayman. Loyihani Xudo xolasa davom ettirib, zo'r o'zini sohasida yutuqqa erishgan insonlarni ham chaqirish nasib qilsin. Shu o'zimiz iqtisodiyot universitetidagi rahbarlarni ham chaqirib, mana shunaqa podkast qilib, xullas davomli bo'lishini tilab qolaman. Rahmat taklif uchun. Rahbar degandek qo'shimcha qilib ketay. Kamera Danyarovna aynan media sohasini juda yaxshi ko'radi. Albatta, Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlasa kerak deb o'ylayman. Sababi bunaqa loyihalar albatta Kamera Danyarovna yoqadi. Xususan shu G'ulom akaga ham yoqadi. Albatta qo'llab-quvvatlaydi. Boya ham aytib o'tdim. Biz ham Xudo xolasa podisha qilamiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun. To'xtanglar, bitta narsa aytib qo'yaylik. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Izohlarda o'zlaringizga qiziqtirgan fikrlaring bo'lsa, shu podkast loyihasi bo'yicha yozib qoldiringlar. Shu orqali sizlar bu loyihani qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Yoshlarda yangi loyihani qo'llab-quvvatlanglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat. Rahmat. Tekstura olaylik endi. Tugadi.